Telefon chirogi rostdan ham qora salafanni kuydirib yuborishi mumkinmi? Telefondan chiqadigan oddiy chaqnash qanday qilib shunchalik kuchli bo'lishi mumkin? Yaqinda yapon maktab o'quvchilari orasida qiziq hazil tarqaldi. Qo'lingizga qora permanent marker bilan kichkina kvadrat chizing. Telefon fonarini yoqib, qora kvadratni yaqindan suratga oling. So'ng kutilmagan natijani kuzating. Bu hodisa nima sababdan sodir bo'ladi? Zamonaviy telefon chaqmoqlari kichik lazer ko'rsatkichlari kabi kuchli yorug'lik tarqatadi. Bu yorug'lik ko'p qismini yutadigan qora materiallar bilan birlashganda darhol issiqlik hosil qilishi va yengil kuyishga sabab bo'lishi mumkin. Ammo xotirjam bo'ling. Odatiy suratga olish paytida fonar obyektlardan 30 sm dan uzoqroq masofada turadi. Bu masofada yorug'lik kuchi keskin kamayib, yuqoridagi tajribaga nisbatan issiqlik energiyasining 1/36 qismidan ham kamroq energiya beradi. Shuning uchun xavotirlanishga hojat yo'q. Bu kundalik foydalanish uchun mutlaqo xavfsizdir.